Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sayda. Men bugun sizlarga Qo'rsiqay to'ymas qurt degan kitobni o'qib beraman. Qo'rsiqay to'ymas qurt. Ay nur chechib turgan bir tal yo'pirmoq ustida nihoyatda kichik bir tug'um bor ekan. Yakshanba kuni iliq quyosh ko'tarilibdi va chiliq qilgan bir ovoz bilan tang ham kichik ham qo'rsiqi intayin ichib ketgan tukli qurt tuxumni yerib chiqibdi. Tuxumdan chiqqan qurt atrofga qarab yeydigan narsa izlabdi. Dushanba kuni u bir tal olma yebdi. Lekin uning qo'rsig'i yanala to'ymabdi. Seshanba kuni tukli qurt 2 tal nishbut yebdi. Ammo uning qo'rsig'i yanala to'ymabdi. Chorshanba kuni tukli qurt 3 tal oluvcha yebdi. Ammo uning qo'rsig'i yanala to'ymabdi. Payshanba kuni tukli qurt 4 tal böjürgen yebdi. Ammo uning qo'rsig'i yanala to'ymabdi. Cuma kuni tukli qurt 5 tal apelsin yebdi. Ammo uning qo'rsig'i yanala to'ymabdi. Shanba kuni tukli qurt bir parcha shokoladlik tort, bir tal marujnon, bir tal targ'imak, bir parcha pishloq, bir parcha qiyzon, bir tal sapaqliq kamput, bir parcha olmaliq tort, bir tal kolbasa, bir tal istakanlik tort, bir parcha tovuz yebdi. O kuni kechda tukli qurtning qo'rsig'i intayin og'rib ketibdi. Ertasi yana yakshanba kuni kelibdi. Tukli qurt bir tal yomron, yap-yeshil yo'pirmoq yebdi. Shuning bilan u nihoyatda rohatlangandek his qildi. Uning qo'rsig'i hozir ancha ochmaydigan bo'pti. U hozir burunqi kechik tukli qurt emas, balki hem semiz, hem yo'g'on bir tukli qurtga aylanibdi. U atrofiga kichikgina bir g'o'zak to'qibdi. 2 haftadan ko'proq turgandan keyin g'o'zakni teshib chiqibdi. G'o'zakdan chiqqan tukli qurt hozir intayin go'zal bir kepinakka aylanibdi. Xo'sh,